Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, aziz yurtdoshlar, barchangizga xayrli kun tilagan holda bugun Andijon viloyati Andijon shahridan ushbu turdagi mebellarimizni, komfort modellarimizni va boshqa yangi modellarimizni ham sizlarga taqdim etib boraman. Ismim Bekzodbek. Andijon mebellar savdo markazidan sizlarga ushbu video murojaatni taqdim etmoqdaman. Xo'p, bu komfortimizni juda ko'pchilik yaxshi biladi. Hozirgi kunda 10 mingdan ortiq xonadonga kirib borgan ushbu modelimiz juda ham sifati a'lo darajada bo'lgan komfort nomli ugologimiz. Hop, bularimiz razmerlari 3.30 ga 2.30 bo'ladi va stollari, ikkita tumbalari va bonusiga esa mana bu 3 dona yostiqchalari bo'ladi. Buni kattaroq razmerda xohlaganlar uchun yana bitta qo'shib, ya'ni mana bu o'rtasidagi minisidan qo'shib beramiz. O'shanda razmeri 4.30 ga 2.30 bo'ladi. Kattaroq desangiz, kattaroq qilib beramiz albatta. Xonlarini ham kattaroq bo'ladi, stollari, mana bu tumbalari ham ikkita emas, 3 ta bo'ladi. Xo'p, bu ushbu hozirgi standart razmerda, ya'ni 3.30 ga 2.30 razmerida bularimizning narxlari 7.500.000 so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab chiqarayotgan edik. Lekin hozirgi kunda narx-navolar oshganligi sababli bularimizga yana 200.000 so'm qo'shib qo'ydik. O'zi aslida ko'proq edi, chunki buni mana bu paralonlarini ham aytib o'taman. Ushbu paralonlarni har birini santimetri narxi oshganligi uchun biz hozir bunga o'zi aslida 300-400 ming qo'shsak ham bo'lar edi, lekin yo'q. Vijdonan hammasini qo'shmadikda 200 ming so'm, ya'ni qo'shib qo'ydik. Sababi materiallarda, xom ashyolarni narxi oshganligi uchun 7.700.000 so'mdan ushbu komplektimiz O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Dastavkalar esa faqat Andijon viloyatining o'zigagina bepul bo'ladi. Qolgan viloyatlarga dastavka xizmatlari mavjud va pullik bo'ladi. Xo'p, bemalol buyurtma qilsanglar pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Mana bunisi esa Comfort 2, ya'ni Comfort 222 modelimiz. Bu ham juda ham chiroyli, albatta ishlangan. Oyoqlari ham yong'oqdan, ichlari esa sasna displey bo'ladi. Mana orqa qismlari ham juda ham tekis va chiroyli qilib yasalgan. Biz hatto bu orqasi baribir devor tomonda qoladi, ortida tursa ko'rinmaydi demaymiz. Albatta buni orqa tomonlariga ham alohida ishlov beramiz, chiroyli va go'zal shaklda yasab siz azizlarga taqdim etamiz. Va buni mana bu har bitta ulangan choklari ham juda ham mustahkam bo'ladi. Paralonlari ham juda ham sifatli. Mana bu o'tirgan joylari ham Xudo xohlasa sizga yillar davomida xizmat qiladigan mahsulotlarni ishlatganmiz. Oyoqlari esa yong'oqdan bo'ladi. Ichki materiallari, ya'ni taxtalari rossiyskiy sasna va displeyda ishlangan bo'ladi. Xo'p, bularimiz esa 7.800.000 dan ushbu komplekt holatida razmerlari 3.20 ga 2.20 razmerda bo'ladi. Buni ham xuddi shunday kattaroq desangiz, kattaroq razmerda, ya'ni 4.20 ga 2.20 razmerida ham yasab beramiz va siz yashayotgan o'sha shaharga jo'natib ham yuboramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Va bu yerda esa mana Winnie modelimiz ham bor. Winnie modelimizni mana oyoq qismlari ham pastroqdan ko'rsataman. Yong'oqdan bo'ladi oyoq qismlari, ichki taxtalari ham rossiyskiy sasna yog'ochda bo'ladi va mana bu katta 275 ga 90 lik xoni bo'ladi. Buni ham xonda ham mana oyoqlari, mana bu ushlab turgan yog'ochlari ham hammasi sasna yog'ochidan juda ham baquvvat qilib ishlangan. Buni ustiga mendaqa boladan bir 4 tasi chiqsa ham sinmaydigan darajada mustahkam qilib ishlov berilgan. Albatta Xudo xohlasa biz sizlarga ishlarimizni eng sifatlilarini yillar davomida sizni uyingizda chiroyli xizmat qiladigan modellarimizni taqdim etib boraman. Doim shunday bo'ladi inshaalloh. Bularimiz razmerlari 4.30 ga 2.30 bo'ladi. Bu kichikroq razmerda so'raganlar uchun 3.30 ga 2.30 lik razmerlari ham bor.
Albatta murojaat qilsangiz bulardan ham sizlarga jo'natib yuboramiz. Hop, bularimizni narxiga kelsak, Winnie 430 ga 230 oyoqlari yong'oqdan ushbu modelimiz 8 million demaymiz siz azizlarga, 7 million 900 mingdan shuni chiqarib beramiz komplekt holatida, ya'ni 3 ta tumbasi va katta stoli ushbu katta 430 ga 230 razmerida va 3 ta yostiqchasi esa sizlarga bonusga pastdagi raqamlar orqali bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Albatta ushbu raqamlarimizda, ya'ni 94 kodi bilan 955 15 51 raqamlarida Telegram, WhatsApp tarmoqlari ham mavjud. Bemalol shu saytlar orqali ham murojaat qilsangiz bo'ladi. Va aziz yurtdoshlar, bu yerda yangi modelimizni ham sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'taman. Ushbu modelimiz ham juda ham mustahkamligi va buni sifati a'lo darajada bo'ladi. Mana orqa qismlari ham chiroyli qilib ishlangan, ya'ni ortdan qaragan odamga ham uyingizda ham bemalol qo'yib qo'ysangiz, devorga tiyab qo'yishingiz shart emas. Chiroyli ko'rinib turadi. Mexanizmli bo'ladi bu spinkalari va mana bu qo'llari ham mana yoniga suriladi va bu mexanizmlar orqaga surilgan holatida esa mana bu sidinasi 1 metr holatiga, ya'ni kengayadi. Bemalol o'tirib, yotib foydalansangiz bo'ladi. Razmerlari esa 3,5 ga 2,5 bo'lgan ushbu modelimiz, yangi modelimiz, hali bunga nom qo'yganimizcha yo'q. Oyoqlari ham mana 100% yog'ochli bo'ladi. Bemalol buyurtma berib bu modelimizdan ham xarid qilsanglar, xudo xohlasa sizlarga chiqarib beramiz. Bu modelimizning narxiga kelsak, juda ham qimmat aytmaymiz biz. Iloji boricha rasxoti baland bo'lganligi uchun ko'pchiligi biz aytgan narxlar qimmat tuyular ekan. Yo'q, biz bu yerda foydani ko'zlamaymiz. Qilgan mehnatimizga yarasha foyda olamiz xolos. O'shaning uchun bemalol biz garantiya beramiz. Mana ishlarimizga ham xudo xohlasa 5 yilgacha garantiya beramiz. Servis xizmatlari ham bor. Agar sinsa, cho'ksa, hammasini o'zimiz yangitdan qilib ta'mirlab beramiz, ya'ni besplatniy. Lekin xudoga shukr, mana 20 yil davomida bironta ishdan jalibi, mana bu ishing sinib qoldi yo cho'kib ketdi degan murojaatlar bo'lmadi. Xudoga shukr, yuzimiz yorug'. Bemalol bularda ham xarid qilsanglar, albatta sizlarga buni chiroyli qilib jo'natib beramiz. Xo'p, narxiga kelsak, bularimizni yangi modelligi uchun boshida 11 million narx aytgan edik, lekin hozir ushbu komplekt holatida bular 11 million emas. Komplekt holatida 9,5 milliondan mana shu stoli, ikkita tumbasi va ushbu ko'rib turgan razmerli holatida sizlarga chiroyli narxda qilib yasab chiqdik. Buyurtmalar bo'lsa, albatta buni ranglari juda ham ko'p, har xil rangda chiroyli qilib yasab beramiz. 94 kodi bilan 955 15 51 raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi va buni ortida ham yangi modellarimizdan bir turi bularimiz Meduza emas, ko'pchilik adashtirib yuboradi. Meduza fasoniga o'xshab. Mana Meduza fasonimiz mana bu yerda turibdi. Albatta bularni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Ushbu modelimizni hozirgi tayyor holatiga, ushbu seriya ko'rinishga ega bo'lgan va buni orqasida esa mana ushbu modelimizni maloshniy rangidan ham bor. Bularimizni razmerlari 330 ga 230 bo'ladi. Bularimiz ham narxlari juda ham qimmat emas. Bemalol buyurtma bersanglar bo'laveradi. 100% yog'ochlari Sasnadan bo'ladi va buni sifati ham, qulayligi ham juda ham sizga mos keladi degan umiddaman. Bularimiz 7 million 500 ming so'mdan hozirgi paytda aksiya holatidaligi uchun narxini 7 million 500 ming so'mdan qilib qo'ydik. Albatta 8 million tepasida sotilgan modellarimiz bo'ladi. Bular ham bemalol bulardan ham buyurtma bersanglar bo'laveradi. Va shu o'rinda mana bu rangiga ham
ushbu modelimizni alohida e'tibor qaratib o'tsangiz, bu ham mexanizmli bo'ladi. Albatta bugun sizlarga mexanizmli yangi modellarimizni yaqinroqdan sizlarga tanishtirib o'taman. Albatta buni qo'llari ham mana yoniga suriladi va mana bu spinkalari ham hammasi orqaga suriladi va kengayadi. O'sha 1 metr holatida qoladi. Juda ham mana materiallari ham siz g'ashingizga tegmaydigan, yozda qizdirmaydigan, qishda sovib ketmaydigan o'sha chiroyli material va qimmat, yaxshi materiallardan foydalanib yasalganmiz va tekisligiga ham e'tibor bersangiz, mana choklari ham juda ham tekis, mustahkam qilib tikilgan. Sifatli ishni, har qanday sifatli narsani albatta narxi ham sifatli bo'ladi, o'ziga yarasha bo'ladi. O'shaning uchun bizda narxlar qimmat emas, shunchaki rasxoti baland bo'lganligini uchun narxlari ba'zi kuzatuvchilarimizga qimmat tuyulishi mumkin. Xo'p, bularni ham sizlarga men qimmat aytmayman. Ushbu komplet holatida o'zi aslida bularni $1000 sotilgan payti ham bo'lgan, lekin hozirgi kunda, ya'ni ilik yuzda savdoni pastligini sababli aksiya holatida qancha buyurtma bersangiz albatta qabul qilamiz. Bularimiz 9,5 million so'mdan ushbu stoli va tumbasi va shu holatida, komplet holatida O'zbekistonda barcha shaharlarga chiqarib beramiz. Nafaqat O'zbekiston, hozirgi kunda mana Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston respublikalariga ham kargo orqali chiroyli qilib jo'natib beryapmiz. Albatta 100% ishonchli holatda yetib boryapti. Buni sizga ham bu holatda jo'natmaymiz, chiroyli upakovka qilib o'rab yaxshi yetib borishligini ta'minlaymiz albatta. Hop, azizlar, mana ushbu haytekimizni chiroyli rangda ham ishlab chiqdik. Mana o'zinglar orqa qismlarini ham bir yaqindan ko'rib o'tasizlar va buni mana bu materialiga ham alohida bir e'tibor qaratsanglar, machalkalari ham 22 pluntusli, albatta rasxotida hech qanaqa ekonomik holat bo'lmagan ushbu modelimiz. Razmerlari 4.30 ga 2.30 bo'ladi. 3 ta tumbasi va mana bu stoli 100% yog'ochlari sasna rossiyskiy yog'ochda juda ham qalin, mustahkam qilib ishlangan. Yollari ham dispidan bo'lgan. Juda ham baquvvatligi men o'zim ishonch hosil qilganligim uchun ko'proq kanalimda bu modelni men o'zim qo'ymas edim, chunki buni mana o'zim hozirgi kunda ko'pchilik biladi, bunaqa modellarni qo'ymasdim, hayteklarni. Albatta buni sifati juda ham a'lo darajada bo'lganligi uchun sizlarga ham ilindim albatta. Hop, bularni narxlarga kelsak, razmerlarini aytib o'tdim. Narxlarga kelsak 6,5 million so'mdan ushbu holatdagi komplektimizni sizlarga chiroyli qilib jo'natib beramiz. Bemalol buyurtma bersanglar bo'ladi. Va buni maloshniy holatida desanglar, maloshniyini ham albatta yasab beramiz. Bizda doimo modellarimiz har xillari chiqib boraveradi. Keyingi modellarimizni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda bizda ko'proq sonduli, spani bo'ladigan ishlarimizni ham so'raydi. Ularda razmerlari mana kichikroq bo'ladi. Mana shu mini uголокlarimiz ham. Bular mana mexanizmli bo'ladi, ya'ni bu tagiga kirib ketadi va tagidan chiqib keladi. Ushbu spani holatiga kelaveradi. Yostiqchalari bo'ladi buni 5 dona. Har xil rangda ko'rinishga ega bo'lgan. Mana bu siyoh rang, ya'ni o'zbekchada nima deyiladi o'zi, buni siyoh rang deydimi? Shunaqa rangga ega bo'lgan uголокlarimiz ham bor. Va bu bir tomoni esa mana bu yeri sonduqli bo'ladi. Mana ochib foydalansa bo'ladi. Albatta buni juda ko'pchilik sonduli, mana bunaqa spaneli ishlarimizni so'raganligi uchun kanalimda bularni ham sizlarga taqdim etib boraman. Ushbu modelimiz juda ham kichikroq razmerda, ham ixchamroq bo'lib ishlangan modellarimizdan bir turi. Hop, bularimizni narxlari esa 4,2 million so'mdan
O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Andijon viloyatining o'ziga dostavkalari esa besplatniy bo'ladi. Qolgan viloyatlarga, boshqa shaharlarga albatta dostavka pullari mavjud. Mana bolalar ham chiroyli qilib olib kelib joylashyapti. Va aziz yurtdoshlar, bu yerda Lexus modelimizni ham sizlarga yaqindan tanishtirib o'taman. Ushbu modelimiz razmerlari 430 ga 230 bo'lib, mana bu bejeviy to'q molosniy rangida chiroyli qilib ishlab chiqqanmiz. Albatta bularda ham ichki yog'ochlari sasna materialida bo'lgan, ya'ni sasna yog'ochda. Juda ham chiroyli va skromniy, tekis qilib yasalgan. Uyingizda ham juda chiroyli ko'rinadi. Uchta tumbasi va ushbu mana bu komplekt stoli bilan birgalikda bularimizni narxlari esa 7.800.000 dan chiroyli qilib siz yashayotgan viloyatga yoki shaharga uyingizgacha jo'natib beramiz. Bemalol pastdagi raqamlar orqali murojaat qilsangiz bo'ladi va bunimizni boshqa rangini xohlaganlar uchun ham albatta ranglari juda ham ko'p. Hammasini birma-bir sizlarga taqdim etib boraman. Mana o'sha Lexus modelimizni boshqacha rangida va kichikroq razmerini xohlaganlar uchun 330 ga 230 lik razmeri ushbu stoli bilan va ikkita pufigi bilan birgalikda bularimizni 6.400.000 so'mdan bemalol buyurtma bersanglar bo'ladi. Narxi ham juda ham qulay. Albatta chiroyli qilib siz yashaydigan shaharga jo'natib beramiz. Aziz yurtdoshlar, videomizni so'ngida ushbu troykamizni ham sizlarga yaqindan taqdim etaman. Avvalambor uzr so'rayman. Men juda gapga usta emasman-ku, lekin sizlarga iloji boricha qo'limdan kelganicha ushbu modellarimizni yaqindan tanishtirib o'tyapman. Xo'p, bu troykamiz, ya'ni divan kresloyimiz Turkiya davlatidan keltirilgan. Hozirgi kunda o'zimizda, ya'ni O'zbekistonda Andijon viloyatida ishlab chiqarilyapti. Juda ham sifati a'lo bo'lgan ushbu modelimiz ham mana bu divanini suyanadigan spinka qismlari ham orqaga suriladi va buni mana bu qo'llari ham mexanizmli bo'ladi, harakatlanadi. Ikkita kreslosi va mana bu komplekt holatida jurnalning stollari bilan birgalikda. Bularimiz o'zi aslida Turkiyadan juda ham qimmat narxga olib keltirilgan. Buni ko'pchilik juda yaxshi biladi. Chetdan kelgan mebellar juda ham qimmat bo'ladi. O'shani hisobiga bizni xalqimizga hamyonbop qilib, chiroyli qilib ishlab chiqaryapmiz. Bularimizni esa 11,5 milliondan deb hozirgi kunda juda ham ko'p kuzatuvchilarimizga yoki bo'lmasam o'zimizni O'zbekiston aholisiga chiroyli qilib yetkazib beryapmiz. Sizlar ham murojaat qilsanglar, albatta bulardan ham chiroyli qilib har xil ranglardan yasab chiqarib beramiz. 11,5 million so'mdan ushbu stoli va ushbu troyka holatida. Albatta uyingizga ham, ofislarga ham va hollarga juda ham chiroyli turuvchi divan kreslo, ya'ni troykamiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizda yangi modellarimiz juda ham ko'p va mana bu yerda o'sha yana yangi model Turkiyadan keltirilgan modellarimiz. Bular ham narxi mana shu troykamiz bilan bir xil, ya'ni 11.500.000 so'm holatida bo'ladi. Barchaga kattakon minnatdorchilik bildirib qolaman. Bizni mana shu kungacha kuzatib va bizni ishlarimizga baho berib kelayotgan aziz yurtdoshlarimizga kattakon rahmat. Oxirgacha kuzatganlarni barchalariga minnatdorchilik bildirib qo'yaman. Albatta like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlasangiz juda ham mamnun bo'lamiz. Albatta obunachilarimizga juda ham chiroyli bonuslarimiz bor. Mebel xarid qilgan har bitta xaridor kuzatuvchilarimizga ham barchaga rahmat kattakon. Sizlar bilan Bekzodbek Andijon viloyatidan barchaning xonadonidan fayz va baraka arimasin. Ushbu yangi turdagi, yangi modeldagi mebellarimiz nasib qilsin deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.